Так, салам туганlar, mana uni bir ko'rib chiqaylik. Загрузит. В Чечне мобилизацию превратили в наказание неугодным. Чеченская организация НИСО сообщила, что сотрудники ФСБ взяли в заложники целую семью. Они требуют, чтобы чеченец Хамзан Дадаев вернулся в Россию и сдался им. Его отца, братьев и племянника пытали и заставили подписать контракт на СВО. Это касается башкирт bilan topiladi. Вы как бы там не расслабляйтесь. Bu bizim musulmon чеченlar. Одному из парней на видео, Асхабу Дадаеву, нет даже 18 лет. Но даже это не останавливает репрессивную машину, которую развернули русские спецслужбы на территории Чечни. В Чечне мобилизацию... Xayrli kech tuğanlar, saat 10:49 minutda. Bek qiziq halindi bu. Mana o'tirasan, qarab ona eshitasan, mana bunday шокирующий ayberlarni ko'rib qolsang, o'sha ketayinda. Допустим, Boshqirdistonda, Tataristonda da shunday hal bo'lsa. Mana biz bormaymiz so'g'ishga. Kimlardan bizni tuğanlarni olib ketashak? Olib ketashak endi. Chunki u tuğanlarga narsa desam bo'lar endi. Допустим, mana bu chechelarni primerini ola turgan bo'lsak, u tuğanlarga aytildi. Chiqib ket. Chunki bu so'g'ish bizni so'g'ish tug'il birinchidan. Ikkinchidan, mana shunday primerlar bizni xalqqa bu dars bo'larga tegish. Boshqa hamtotarga bu dars bo'larga tegish. Chunki Alloh taolamning yo'lida sen bora turgan bo'lsang, biz bularga bo'ysunuvni to'xtatishga tegishmiz. Ham Maskovni borib hujum etishiga tegishmiz. Mana shu bizning sel bo'larga tegish. Mana shu bizning e'tiborda eng muhim shunday ayber bo'larga tegish bizda bu. Sizda narsa? Bizda manqurtlik birinchi sel. Ikkinchisi urusga bo'ysunuv. Ham urusni yo'ldan chiqmau. Urusni yoqlov, urus uchun o'lov. Вот этот идиотизм и показывает вот этого чеченского народа тоже в таком же экземпляре. Притом, у bizning kebek boshqa bilan totar kebek o'tirmagan, so'g'ishgan bu uruslar bilan 94-yildan beri. Bularni necha mujohidlar o'lib ketgan. Biz narsa? Biz shuni ko'ra turib narsaga bizga bu nechikdir няукается. Почему так у нас вот? Рахмат. Mana хаманада загружу. Пока у меня выхода нету, интернет юг. Тяжело на Wi-Fi выходить на прямой эфир. Рахмат.